Tangson Efendining iyilik ishlab putuq qozonishidin biz uch muhim xurishning naqadar zarurligini his qilamiz. Birinchisi, uningda ulug'vor bir g'oya bor. Ham bu yerda g'oya deganimiz dal albatta o'zining manfaatidan hol qilgan. Dal Viktor Franklning tavsiyasi bo'yicha putuq qozonaydi san kasbingda. O'zingning nafsidan, manfaatidan hol qilgan ulug'vor bir nishon tikla degan. Yani öz mənfəətimizdə halqıgan nişan qanda oldu. Dəl başqalar üçün, xalq üçün mənfəət, yaxşılıq yetkizadigan ma'lum bir tür yoki bo'lmasa nishonni biz ulug'vor g'oya deymiz. Hamda Tanson Efendining ikkinchi futuq qazish sababi nima desak, u g'oya bilan to'xtab qolmay haqiqiy ijroga o'tdi. Shunday bir so'z bor, bu dunyodagi eng yiroq orliq Janub qutb bilan Shimol qutbning orliqi emas, Tig'iz bilan qo'lning orliqi degan. Demak, nurg'un kishilarda orzu, g'oya, plan, nishon to'lni keladi. Lekin ijro kelgan vaqtida, haqiqiy amallashtirish kelgan vaqtida gramchilik harakat yo'q. Demak, bu ikkinchi muhim xurish. Uchinchi xurish, albatta, ulug'vor g'oya va ijro harakatdan sirт muhim bo'lgani shuni izchil yapmanish, sijil yapmanish. Dal 81 mushkulotga o'xshash bu jarayonda yo'liqqan nurg'un masalalarga, izoh turishlarga, taqobil turish bilan birga eng muhim bo'lgani o'zining eng dastlabki maqsadi bo'lgan, asli maqsadi bo'lgan shu ulug'vor g'oyasini ham shuningga munosabatli bo'lgan harakat ijrosini qayta izchil sijil yapmish. Demak, bu uch xurish bo'lgan vaqtida biz o'zimizning turida qilayotgan ishlarda futuq qozona olamiz.